Ustozlarni nazaridan qolishlik insonni, talab ilmni xor qiladi degan narsani aniq bilasan. O'shuning uchun ustozga hech qachon tikka qaramaysan, ustozni norozi qilmaysan. Aniq bilasan, hunar o'rgatgan usta, ilm o'rgatgan ustoz ki senga bir narsa o'rgatdi u odam, foydali, yaxshi narsa o'rgatdi. Uni muhabbatini qozansang, u sendan rozi bo'lsa, seni ko'rganda ko'zi, qalbi quvonadigan bo'lsagina undan o'rgangan narsangdan baraka topasan. Shuni aniq bilganliging uchun seni irodang quvvatli bo'ladi, uni rozi qilishlikka, uni xursand qilishlikka. Bir gunohni tark qilishingiz uchun odamlar tark qila olmayotganda, bir savobli amalda doimiy suratda qilishligingiz uchun odamlar qila olmayotganda, sizga mustahkam iroda kerak. Mustahkam iroda qachon bo'lar ekan? Ana shu narsa haqida ilmingiz aniq bo'lsa. Agar ilming ziyoda bo'lsa, ana shu narsa haqida irodang ham kuchli bo'ladi. Agar irodang kuchli bo'lsa, ko'zlagan maqsadingga albatta yetasan.